Demak, uchrashuvga start berildi. Har ikki jamoaga omad tilaymiz. Surxon jamoasi ekranlaringizning, ya'ni maydonning o'ng tomonida, sariq sport formalaridan Andijon jamoasi yoshlari esa ekranlaringizning, ya'ni maydonning chap tomonida qizil rangli sport formalarida harakat qilishadi. Andijon jamoasi a'zolari qarshi hujumlashga harakat qilib qo'shdi, lekin Andijon jamoasi vakillaridan navbatdagi hujumning rivojini ko'ramiz. 2 ga 1 holat, juda ham yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Xo'sh, zarba yo'llanmoqda va Mikhailov qaytardi. Navbatdagi zarba esa gol bilan yakuniga yetmoqda, qadrli do'stlar. Zulfiqor Akbarov hozir Surxon jamoasi darvozasini ishg'ol etmoqda. Lekin xavf bartaraf etilganicha yo'q. Andijon jamoasi vakillari jarima maydonchasi ichida. Yana o'yin qoidasi buzilmoqda. Zarba yo'llaydi. Hakam ruxsat bermoqda. Karimov zarba yo'lladi. Joy tarzda. Karimov emas, Yorqinboyev ekan zarba yo'llagan futbolchi va hisobni yana bittaga oshirmoqda. To'p yana o'yinga kiritib berildi. Navbatdagi zarba, to'p darvoza to'siniga tegmoqda. Navbatdagi zarba ham darvoza to'sini hozir Surxon jamoasini muqarrar goldan qutqarib qolmoqda. Deyarli 1 ga 1 vaziyatda edi. Navbatdagi zarba. Tomar endi yana berilganligini e'tirof etdi hozir. Damirovdan uzatma, xo'sh va gol, qadrli do'stlar. Surxon jamoasi vakillari hisobni qisqartirishmoqda. Abdurahmon Damirovning ajoyib harakatlari bilan hisob qisqarmoqda. Kuba yana andijonliklar so'nggi hujumni amalga oshirishga harakat qilib ko'rishadi. To'p maydonni tark etganicha yo'q. Karimov zarba yo'llaydimi? To'g'rilab oldi. Zarba yo'llamoqda va jamoa uchinchi golga muallifga aylanmoqda. Hozirda aytayotgan edim, Daminovning goli Surxon jamoasini tanaffusga ketishiga do'stlar, uchrashuvning ikkinchi bo'limiga start berildi. Andijon va Surxon U21 jamoalari o'rtasidagi uchrashuv ikkinchi bo'limi boshlandi. Birinchi bo'limdan so'ng hozircha hisob to'p qarshisida esa Shohrux Qahhorov hamda Abdurahmon Daminov. Qaysi futbolchi zarba yo'llaydi? 4 kishidan iborat jonli devor o'rnatildi. Andijonliklar hozircha bitta kam bo'lib maydonda harakat qilishmoqda. Hakam ruxsat berdi. Zarba yo'llanmoqda, to'p darvoza to'siniga tegib maydonga qaytmoqda. Yo'lovchi maydonni saqlay oldi. Biroq Nurullayev qandoq harakat qilganga nisbatan o'yin qoidasi yana buzilmoqda. Va qizil kartochka ko'rsatilmoqda, qadrli do'stlar. Andijon jamoasi vakillariga Andijon jamoasi vakillari qarshi hujumga o'tishmoqda. Himoyachilarning xatoliklari zarba qarshilik ko'rsatishga ushbu vaziyatda va golni qadrli do'stlar